Hürmetli vatandaş, Uygur'a bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya sırğa giriyoruz, Washington'da sözleyimiz bugün çizlağa. 2023 yıl 4. ayının 18. günü vatandaşın bugün çizlağa. 18. gün heptige seyşembe vatandaş. Tövbe maaşlı kuram. Tövbe maaşlı kuram. Bugünkü vaziyetin gap kısa vatandaşım silah haberdar. 7 devlet güroyu Tashqi ishlar ministerlarining yig'ini Yaponiyada içildi. Yaponiyada ahırlaştı. Bu qatim Tayvan bo'g'izig'i alohida to'xtaldi va shu to'g'rida gap qilib, hozir holatni o'zgartirishga bo'lmaydi dedi. Qarag'andi Jungo hukumatining kengaymichilik siyosati uni tanqidlagandek bo'ldi. Bugun eng muhim masala sizlarga so'zlaydiganim vatandoshim nima desanglar? Hozir O'zbekistonning Samarqand shahrida 13. kunidan boshlab bir yig'in ochilibdi. Bu yig'inning mavzusi toza aniq emas. Nima deb mavzu qo'yibdi desangiz, davomli o'ngsizlikqa uchradi. Ittifoqdoshlari pisand qilmadi. Jungo Kompartiya matbuotlari tuvan muqomda xabar qildi. Buni siz hech nimani tushunmaysiz hozir. Amaliyotda bu nima yig'in ekan desangiz, O'zbekistonning Samarqand shahrida ochilgan Afg'oniston masalasi bo'yicha xalqaro yig'in deyiladi buni. Chunki 4 davlat, 5 davlat qatnashgandan keyin, lekin bunda Amerika Qo'shma Shtatlari yo'q. Shunga bu yig'inning xalqaro yig'in bo'lishi xarakterini aytganda toza to'liq emas vatandoshim. Biroq biz oldingi kuni sizlarga yaqin so'zildik. Jungo Kompartiyasi Afg'oniston masalasi to'g'risida 11 model siyosat e'lon qilganda biz ko'z qarashimizni qo'yib o'tdik. Siz undan xabardor bo'ldingiz ham analiz qildingiz vatandosh. Hozir endi bu yerdagi bir hikoya ikkinchi qatim bu yig'in ochilibdi. Amaliyotda bu Eg'izda degani 4-navbatlik yig'in ekan. Afg'oniston masalasi to'g'risida ochilgan 4-navbatlik yig'in ekan. Endi o'tgani biz sizlar xabar qilgan nima dedik? 5-oyda Jungo Kompartiyasi O'rta Osiyodagi 5 davlatni chaqirib Beijingga elib kelib, Beijingda 5 davlatga qo'shilgan bir, ya'ni Jungo qo'shilgan 6 davlatmi? Shundoq mavzu ostida bir yig'in ochadi dedik. Bugun Samarqandda ochilgan yig'in Afg'oniston to'g'risida 4-navbatlik. 4-oyning 13 kuni. Endi 5-oyning qaysi kuni ochildi buni bilmaymiz. Bu undaqda Afg'oniston to'g'risida ochilgan 5-navbatlik yig'in bo'ladi. Beijingning taklifi bilan ochilgan yig'in. Xo'sh, bu haftadan oydan oygacha o'tmay bu Afg'oniston to'g'risidagi jiddiy ochilayotgan yig'in desakmi bo'ldi. Chunki vaqtning e'tibori shundoq ekanda. Sen 4-oyning 13 kuni yig'in ochding Samarqandda, endi Beijingda 5-oyda yig'in chaqirsan, vaqt tartibi jiddiyligidan aytganda albatta biz shundoq deymiz-da vatandosh. Shundaqmi ya? O'zingiz o'ylab boqing vatandoshim. Afg'oniston. Xo'sh, ikkinchi ulug'yan bir savol qo'yib boqaylik. Afg'oniston masalasi, bu yerdagi masala Afg'onistonni e'tirof qilmaslik masalasi asosligi. Davlat sifatida e'tirof qilmaslik masalasi. Uning sabablari Afg'oniston tarafidan aytganda ichki sabablar. Endi Jungoning maydonidan aytganda ba'zi tashqi sabablar. Shu sabablar tufayli Afg'oniston masalasi degan masalani xalqaro jamiyat senga topshirdi-mi? Yoki Jungoliklar sizlar echinglar bu yig'inni. Jungoliklar sizlar yetakchilik qilinglar bu yig'inga. Jungoliklar sizlar Afg'oniston to'g'risida bir qaror elinglar deb xalqaro jamiyat senga topshirdi-mi? Topshirgan holatda bu yerda nima deb mavzu qo'yilibdi desangiz, Jungoning ittifoqdoshlari
Jungo'nun taklif fikirleriga pisand qilmadi deydi. U vaqtida xalqaro jamiyat Afg'oniston masalasi bo'yicha yig'in etishni Jungo'ga topshirmagan bo'ladi. Xalqaro deb hisoblangan biror davlat Jungo'ning gapiga quloq solmasa, ya uning so'zlariga pisand qilmasa, bundaq ahvol ostida qandaqdir Jungo'ga topshirilgan Jungo Afg'oniston masalasi to'g'risida yig'in ochadigan ish bo'ldi vatandoshlar. Siz qarab turing. 13-isla Samarqandda ochilibdi bu yig'in. 16-isla Moskvada Prezident Vladimir Putin Jungo davlat mudofaa ministri Li Shangfuni qabul qildi Kreml sarayida. Tuning so'zlab o'tdik. 13-kuni Samarqand yig'ini, 16-kuni Li Shangfu Moskvada qabul qilindi. Bu qatimki yig'inga mana Afg'oniston yig'iniga Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov qatnashdi. Chunki o'ttirasiyak munosabatda. Bu yerda zaten nima ish qilyapti mening boshim sal qayib ketdi vatandosh. Shuni sizga buni topshiray dedim. Mavzuni o'qib oldik-a. 4-oyning 13-kuni 4-navbatlik Afg'oniston qo'shni davlatlar diplomatlar yig'ini O'zbekistonda o'tkazildi. Bu yig'inga Jungo tashqi ishlar ministri Chingan qatnashdi. Shundaqla ministr Chingan Rossiya, Iron, Pokiston, Jungo'ga ittifoqlash 3 davlat bilan maslahatlashmoqchi bo'ldi. Lekin hech kim ministr Chinganga yuz xatir qilmadi. Ma'qul demadi. Nimani maslahatlashdi? Bu Chingangning aniq emas. Chinganga yuz xatir qilmadi. Har qaysi davlatlar burunqidek Taliban hukumatini e'tirof qilmay turib oldi. Shuning bilan Jungo Kompartiyasi Afg'oniston masalasiga yetakchilik yoki rahbarlik qila olmadi. Rahbariy o'rinda turib bu masalani qayta tilga ola olmadi edi. Bu mas'uliyat topdi Jungo'likqa. Amerika armiyasi Afg'onistonda chekinib chiqilib 1 yil 7 oy bo'ldi. Jungo Kompartiyasi Afg'oniston masalasi davomli o'ng'izsizlik uchrab keldi. Urinib boqdi. Singib kiraman dedi, do'st bo'laman dedi. Afg'oniston bilan munosabatni yaxshilayman deganini beraman dedi. Hatto birinchi bo'lib e'tirof qilish qoldirib ketdi Jungo. Bu dunyoning egisi yo'qdak. Jungo Kompartiyasi orqa o'yinini tizginlash huquqiga erishamidi. Kichik mavzu qarab turing. Demak, orqa o'yinlar qayerga Jungo uchun aytganda oldin hisoblayman desak, turingkidak orqa o'yinlar O'rta Osiyo, Afg'oniston, mustamlika Uyg'uriston rayoni. Orqa o'yinini tizginlash Jungolikning qo'lidan kelmadi yoki bu huquqqa erishalmadi. Demak, bugungi xabarda bu uzib etildi degan gap vatandoshim. 4-oyning 13-kuni O'zbekiston bu davlatning 2-cho'ng shahri Samarqand qo'shni davlatlar diplomatlari yig'iniga riyosatchilik qildi. Jungoning tashqi ishlar ministri Chingan, Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov, Ironning tashqi ishlar ministri, Turkmaniston tashqi ishlar ministri, Pokiston tashqi ishlar ministri bu qatim bu yig'inga qatnashdi. Qozog'iston qani? Jungo tashqi ishlar ministrligi tarqatgan xabarda mundaq ko'rsatildi. Chingan bildirib, navbatda Afg'oniston vaziyati muqimlik ichidagi andishalik vaziyatdir. Xalqaro jamiyatning bo'libmi qo'shni davlatlarning diqqat qilishiga, kuch chiqarishiga jiddiy ehtiyojdir. Qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyat Afg'oniston masalasiga diqqat qilish kerak deb buning ehtiyojdir. Har qaysi taraflarning qo'shindorchilik va do'stlikni yetkazib, qo'shinlarga yordam berish ro'yida chim turib, o'rtoq sado chiqarishni umid qilamiz deb ko'rsatdi Chingan. Biroq ministr Chinganning, Jungoning tashqi ishlar ministri Chinganning murojaati hech qanday bir javob berishmadi. Atrofidagi do'st davlatlar, qo'shni davlatlar, o'zining sheriklari Iron, Pokiston degandek hech qaysining qo'llashiga erisholmadi dedi. Jungo tashqi ishlar ministrligi tarqatgan 4-navbatlik Afg'oniston qo'shni davlatlar diplomatlari yig'ini Samarqand xitobnomasida e'lon qilgan Samarqand xitobnomasida mundaq ko'rsatildi. Ko'pchilik shunga diqqat qildiki, sig'diruvchan Afg'oniston sistemasini qurib chiqish, davlat sistemasini qurib chiqishdan muhimligini to'nib yetish kerak.
tunib yetish kerak bo'ldi. Afg'oniston jamiyatida har sohaning manfaatini aks ettirish har qaysi taraflar ko'rsatgandek, Afg'onistonda o'ltiraqlashgan terrorist tashkilotlar, diqqatda masalan, zo'ravon tashkilotlar Afg'onistonda o'ltiraqlar. Bu xabarni Xitoy yozib Xitoyning xabari. Cümleden İslam Devleti, bazı teşkilatı, Şarkı Türkistan İslam Hareketi, bunu sizlerle konuşturup olduk vatandaşlar. Pakistan Talibanları Teşkilatı, Balochistan Azadlık Armiyası Teşkilatı, Allah koşulları, Adalet koşulları, Ansarullah Teşkilatı, Özbekistan İslam Hareketi Teşkilatı, qatarlı teşkilatlar bu rayonning bexatarligi ve muqimligiga tahdid shakllantirdi. Demek Afg'onistonda Özbekistan İslam Hareketi Teşkilatı deydigan teşkilat var ki, kuch mu qo'ymaydi O'zbekiston, bunida qoqirgan yeri yo'q demdi qandaq. Lekin bu Jungo hech nimadan hech nima yo'q. Afg'onistondan ansirab, Afg'onistondan qo'rqib, Uyg'urdan qo'rqib, Uyg'urdan ansirab. Hozir Jungoliklar xotirjam qilyolmaydiganligi allaqachon isbotlandi. Shunga jazo lageri, bazo lagerini qurib chiqdi vatandoshim Uyg'ur degan ismdan. Hatta uning tushimi qabohatli tushga aylandi oxirgi hisobda. Jungo tushi degan tush bugungi kunda Jungo uchun aytganda qabohatli tushga aylandi. Buning birdan bir sababi Uyg'ur masalasi demasakmi, lekin asosli sababi Uyg'uriston masalasida vatandoshim. Jungoning ichki qismida o'zining millatiga tava, xalq millatiga tava, Xitoy millatiga tava kishilik huquqdan asar maqomida hozir hisobda. Chunki ularda hech qanday harakat yo'q-da. Biroq shu Rais Shi Jinpingni taxtdan tushish deganlar qo'lga olindi. U to'g'rida xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining bir narsa demayapti, sababini tushungan bo'lmaydi vatandosh.